Saidahmad aka prezident bo'lsa agar qanaqa bo'lar ekan? Akang Botir o'rtaga yotir degan. O'zimga faraz qilyapmanki, ancha muncha erkaklardan qo'rqmaysiz. Shunaqa, Siz yuzga kirganda meni chaqirasiz. Naqd bo'lsa. Daje men juda to'lqinlanib ketdim, kechirasizlar. Men daje to'lqinlanib ketdim. Rahmat. Salomat bo'ylar. Bu bo'ying necha metr? 1.90. 1.90? Yana o'syapsanmi? Kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Meni fikrim bo'yicha O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam. Menday odamni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu ulug' millat. Bu millat ko'rasizlar, albatta dunyo darajasiga chiqadi. Mustaqilligimizga quvvat bersin, yomon ko'zdan asrasin. Yashasin milliy mustaqilligimiz. Yashasin O'zbekiston istiqloli.